Yapma rezgres va ox bu jondoq tuz korkunchilni. Hey bu adamning nima bo'lib ketyapti-da? Hey buning asli mamla ajrashishga maqsadi pul undirishga emasmi? Ey bichar balam nima bo'lib ketdi? Aşı balamning kelgusi qanday bo'lib ketdi? Ey balamni o'zim o'ylab qo'ysam ham xo'ton. O'zidan qonni yerib chiqqan baltosa u. Bir ona degan mashtar deyimsiz ulamda. Oy, Qulsaka? Hepsi uyga kirmay bu yo'lga chiqyapsan-ku. Shu bugun avam yaxshigan to'g'risi shamol yerib chiqqan. Ha, bo'pti. Aras aka, ayolim bilan ishinglar qanday bo'lib ketdi? Shofkam, ham ishlarni asosan deyishib bo'ldik. Balolan mashina ayolimga uymon qoldigan bo'ldi. Sudga berib qolgan ishlarni bujirib seklan bo'ldi. Shu obim tarqovchiga ketyapsam ayolim uchrab qolgandi aka. Ha apa, gaqlanamdi. Ha shu ma Qudus bilan ajrashish kelishim nomsi qul qo'yildi tugan. Ha shu mashina bilan balni men oldigan bo'ldim apa. Voy o o'yning gapini qilmanga, o'ynan degan 500 ming qo'y deyqansa, beshim hajji qomli o'ynilib. Ha, mashina qarang apa 300 ming qo'y qolganda, men ajrashib atsam salsam yana 250 ming qo'y oldim mashina qarang naqd pulga. Ha shu balni oldim apa. Balnim alsam qarang oyig'ima 1500 qo'ydan xarajat berdim balga. Balga 200 qo'y pulni ishlatib, qolgan o'zimni cho'ntagiga solmadim. Ha apa. Balni bana qilma apa. Balni bana qilib, voy doktor pulvati, okul pulvati, dori pulvati, o'qish pulvati, kiyim pulvati deb shundoq pulib xashimamdan qoqvashdim. Ha shu apa xotirjam bo'ling, hammasan qarang o'zim bir qullik hal qilyapman hozir. Ha bo'ldi apa, iltifot qilay, unda bu sizga men Oysani kirib bir bejetib chiqayjimi? Ma'qul apa. Yapma rezgres va ox bu jondoq tuz korkunchilni. Hey bu adamning nima bo'lib ketyapti-da? Hey buning asli mamla ajrashishga maqsadi pul undirishga emasmi? Ey bichar balam nima bo'lib ketdi? Aşı balamning kelgusi qanday bo'lib ketdi? Ey balamni o'zim o'ylab qo'ysam ham xo'ton. O'zidan qonni yerib chiqqan baltosa u. Bir ona degan mashtar deyimsiz ulamda. Sit xap juma, lekin xap juma. Sit bichar balam, sit bichar balam. Hey bu aşxuton bu pul undirish uchun men bilan maqsadli ajrashib, balni vosita qilganimni almaldikilar urug' tuqqanlar boshqalar anglasa, yuz qizamamda aşxutondan. Hey men tek balni men baqay. Bal degan dadasining qishi cho'ng olgandan, apı mehri qilib cho'ng olsa yaxshi cho'ng oldi, yurak butun cho'ng oldi desa, shuning ishinib ketibdi emasmi? Hey bu endi shu ajrish ishini vosita qilib, shuningdan pul topadigan bo'lib ketdim bu xotullar. Xap qilnar. Bo'ldi, ochiqlmag'ana aka. Shu sam qillarni zotsizlik o'tib ishqimizdan bo'lmaydigan yakapti. Balni har kiz ba'majmi? Balni sening beqish cho'lontayimsa, biz va men batosam beqish beramiz balani. Balamni unda tuzkor hargiz ba'mayman. Tilab baqsam baqamanki, balamni undan nasib bermayman. Xap. Men yaxshiroq bir advokatni tepib, bu ishlarni yaxshi hal qilib, balni o'zim ep qoldigandan shin qilay. Undan nasib berdigan bir tiyin pulum yo'q mening. Haras, mavo Yaponiyadan import qilingan uruqlash kapsuli ekan. Buning unumchi shunda bek yaxshi ekan. 4 kunning ichida uruqul chiqib boshlaydi ekan. Agar 4 kungacha uruqul chiqib tushmasa, pulini shartsiz qaytarib beramiz deb shunda deydi. Ammo uning ustiga bu bir oyning ichida 5 kilodan 15 kilogacha uruquldi ekan. Qavziyatni qilmaydi ekan, ichini surmaydi ekan, boshni og'ritmaydi ekan, uyqunim qalayim qon qilmaydi ekan. Shunda yaxshi. Yeydigan narsani xohlagancha yeb, ichsanglar shunda yaxshi uruqlaydi ekansan. Malik mening bir xizmatdashim borda, o'zimiz shunda beksimiz. Shu ichib 12 kilo uruqildi bir oyda. Masalan, yo'ldashing beksimiz. Bu ish bundan ketaversa, keyinsimizlik degan bir moj kasallik paydo qilgan ish. Shuning uchun men mas'uliyatni yo'ldashingga va men ish bir ko'rib baqsinjimi? Shu bir ish bosqich. Üzüldimay bir ish bason. Ma'qul, rahmat aka sana. Hech qisi yo'q. Bu narsa shunchadan yaxshimikan? Unda Alloh qilish telefon nomersiz bormi? Javob ketib qolsa yo'ldashimga abrama. Ya, ma'qul. 138 99 80 65 64. Mush nomerni undar qo'shib telefon qilsa bo'ldi. Bo'lmasa Arzu 65 64 deb undar nomer orqali qo'shsin bo'ldi ekan-jima. Ha, güzel aka. Aka sen o açıklamayı verip
İşlerini kıllan köz olamagan hem işler yaxşı ketidi. Bir iş boz, men telefon qila. Ma'qul kam. Bo'lsa uy kiriva. Men ishimni bir hal qilay. Xap qilnar.